Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 16-mart haftaning yakshanba kuni Bobashbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bozorning manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Bobashbek qishlog'ida joylashgan. Haftaning chorshanba, yakshanba kunlari bu bozor bo'ladi. Soat ertalab 7 da boshlanadi. Kunduzi 12 ga qadar bozor. Paypoqlarning narxini tanishtiramiz. Bu detskiy paypoqlar necha puldan boshlanadi? To'lasi 2300 so'mligi. Bu 2300 so'm ekan. Mana bulari 1,5 ming so'mdan. 1,5 eng arzoni 1,5 mingdan boshlanadi. Detskiy paypoq. Mana. Bu ham 1,5 ming, bunisi ham 1,5 ming, bunisi ham 1,5 ming. 4 xil 1,5 mingligi bor. Keyingilari 2000 so'mligi mana. Bolalardiki, bular 2300 so'mligi, 2,5 mingligi. Ayollardiki 1800 so'mdan. Ayollar paypog'i eng arzoni necha puldan? 1800. Eng arzoni 1800 so'mdan ekan. Ayollar uchun, qizlar uchun paypoqlar. Eng qimmat ayollar paypog'i necha pul? 4000 so'm. 4000 so'm ekan. Qalini. Erkaklarga necha pul? Erkaklardiki 2,5 ming so'm, 2000 so'm, 2300 so'm. Eng arzoni 2300 danmi? 2000 so'mdan mana. Ha, 2000 so'mdan ekan. Eng arzoni erkaklar uchun paypoqlar. Yozga va yupqa. Yozgi. Nomeringiz aytinganda aka. Nomerim 97lik 334 62 44. Ana shu nomerga telefon qilaverasizlar. Bobashbek bozoriga kelganlarida mana Dilnuri tekstil bor, kelaverasizlar. Shunaqa nomli do'kon bor.